Bugün bize minyatlıkla yurtub olmuş Hazaras'tamiz. Hazaras sözü Farsçada alıngan bolup Hazar min aspesa at degan ma'noni anglatadi. Hazarasga girib kelaverishda shunday qanotli at haykali qo'yilgan. Bu bekardan bekar emas. Buni ma'nosini bilishni xohlaganlar uchun kommentariya qismida yozib qoldiramiz, o'qishlaringiz mumkin. Hazaras Xiva xonligi davridan poytaxt bo'lmuş, Xivadan qolishmagan iqtisodiy rivojlanish bo'yicha bilasizlar, hozirgi kunda iqtisodiy rivojlanish bo'yicha Xorazm viloyatini eng aldi tumanlaridan biri deb aytib kelsak bo'ladi. Sababi ishlab chiqarish rivojlangan, GM davos zavodi bor, shakar zavodi bor. Undan tashqari Xorazm viloyatidagi eng ulug' bozorlardan biri bo'lmuş Hazaras bozori bor. Undan tashqari shunday ko'rinishdagi to'qimachilik fabrikalari dim ko'plagan bu yerda. Milliy iqtisodiy rivojlanib turgan joylara hisob-kitob va buxgalteriya xizmatlari kerak bo'lishini hisobga olgan holda Finlight akademiyasi o'z faoliyatini Hazarasda ham boshladi. Bu akademiyada 0 dan kelib turib 7 oy davomida buxgalteriya kurslarini to'liq o'rganishingiz mumkin. Undan tashqari bu yerda matematika, biologiya hamda rus tili, ingliz tili fanlaridan o'quv kurslari tashkillashtirilgan. Yaqin kunlarda bu yerda davlat xaridlari o'quv kursi hamda unga qo'shimcha ravishda buxgalteriya xizmatlari o'z faoliyatini boshlaydi. Finlight zamonaviy kasblar akademiyasi sizda qandaydir qiziqish uyg'otgan bo'lsa, ekranda chiqarilgan nomerlarga aloqa chiqib to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin. Ben adresini tushuntiradigan bo'lsak, bu tarafimizda Hazaras tuman MIB va prokuraturasi, shuni yon tomonida esa Finlight akademiyasi. Bemalol kelaverasizlar. Videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'lib, yaqinlaringizga ulashib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Sizlar bilan Nayga Xorazm loyihasi bo'ldi.